Termiz shahri nafaqat maishiy chiqindilardan tozalanmoqda, balki chiqindilardan xoli hududga aylantirilyapti. Prezident farmoni bilan chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan Biotexno Eko mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan Termiz shahrida 1 milliard 81 million so'm evaziga mana shunday 23 ta yarim yer osti konteynerlari o'rnatildi. Yer ostiga o'rnatilgan ushbu konteynerlar chiqindilarni ko'zga ko'rinmaydigan holda saqlash, yoqimsiz hid va chiqindilar tarqalishini oldin olishga yordam beradi. Maxsus ilgakli texnika avtomashinalar orqali chiqindilar tez va tartibli tarzda olib ketiladi. Xodimlar har kuni hududlarda chiqindilarni olib ketishadi. Agarda fuqarolardan murojaat bo'lsa, 1348 qisqa raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkin. Call center 24/7 faoliyatda. Bu tizim hududning sanitariya holatini yaxshilaydi va shahar ko'rinishiga zamonaviy qiyofa baxsh etadi. Ammo shahar ko'rinishi faqatgina zamonaviy texnologiyalarga emas, balki har birimizning mas'uliyatimizga ham bog'liq. Toza shahar, farovon hayot garovi. Keling, Termizni birgalikda yanada obod qilaylik.